Kirish qismimiz katta shkaf qilingan, prixожая mebel, yevromontajda bo'lgan, chiroyli remonti bilan, kattagina koridori bilan, общий sanuzel, bolalar uchun yotoqxona, kattalar yotoqxonasida oshxona va mehmonxona bo'lyapti. Xonalari alohida. Sanuzeldan boshlaymiz. MDF chiroyli eshiklar qo'yilgan. Общий sanuzel, ko'rishingiz mumkin. Barcha qulayliklar bor. Xuddi shunday kabina qilingan. Unitazlar. Bolalarimiz uchun yotoqxona, kompaktni. Bu esa взрослый spalnik kattalar uchun. Chiroyli shkaflar, divan, TV zona, u tomonimizda turma uchun joy qilingan va oshxonamiz. Oshxonamiz ham juda ham keng, bemalol stol qo'yib, televizor o'rnatib o'tirsa ham bo'ladi. Kuxonli mebellar va xolodilnik. Yana koridorga qaytamiz. Bu yer esa mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham juda ham keng, kattagina, chiroyli remonti bilan Samarqand shahar Tetikov ko'chasi buyuk supermarketning yonida joylashgan 3 xonali 2-qavatda 73 metr kvadrat umumiy maydoni. Narxi 80 ming AQSh dollari bo'lgan masalasi bor. To'liq ma'lumotni pastda nomerda qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqa qilishinglar. Ilohim hammamizga boshqa chiroyli uylar olishni nasib etsin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.